O'zbekistonda o'yinda futbol tushunmaydigan odamlar hamma ko'rdi bu o'yinni. Futbol tushunmasangiz ham hozir bitta narsani sizga ko'rsataman. Yaxshi tushunib olasiz. Hech qanaqa negativ fikrlarni to'xtatasiz. Aniq. Qaranglar. Bu Kolumbiyaning o'rni, FIFA reytingidagi o'rni 13 yo 12 o'rin atrofida turadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu Portugaliyaning o'rni. Jahon bo'yicha Portugaliya 5-o'rin turibdi. Jahon bo'yicha. Bu O'zbekiston. Biz vatanimizni FIFA bo'yicha, futbol bo'yicha reytingi 50-o'rin. Endi o'zi o'ylab ko'ring. To'g'ri, hammamiz sensatsiya kutgandik. Tan olamiz, lekin birinchi jahon chempionatida sensatsiya kutish balki xatodir, do'stlar. Shuning uchun hech ham xavotir olmanglar. Bu normal holat. Inshaalloh keyingi jahon chempionatlarida o'zimizni ko'rsatamiz, ishonamiz.